Bugungi kun uchun rahmat. Kunimiz zo'r o'tdi-ya. Sanga yo'q bo'lsa xursandman jonim. Kun ancha kech bo'lib qoldi, uyga kira qolgan, ertaga ko'rishamiz. Xo'p, mayli, yaxshi yetib oling. Voy, ana mana senimi? O qiz, qayerdan kelyapsan? Kim edi ani bola? Qo'yavering, tanishimda bitta bola. O'zingga qara. Tezroq chiq, ishga kechga qolamiz. Jonga tegib ketish ishlarim hech tuganmaydi. Ha, nima bo'pti? Tezlashtir, hali oyoqxonalarni ham tozalashing kerak. Uf, opa, qilaman hozir, kutib turing. Men shoshilinch chaqirdingiz, tinchlikmi? Nima bo'ldi? Hozir opam kelib qoladi. Hech nima qilmaydi. Qisqasi menga pul kerak, $300. Senim bu voy, qayerga ketib qoldi bu? $300. Menda hozir $150 bor edi. $150. Bo'pti, amallayman, kechroq gaplashamiz. Meni shu bola bilan urishyapmiz. Shu bolani basharasi yoqmayapti menga. Senim ani bola yana kelib yuribdimi? Nima qilib yuribsanlar? Cho'ti o'sha bolani menga basharasi yoqmayapti de. Opa, aralashavermang, meni hayotim-ku. Mayli senim, senga yomon bo'lmasin deyman deb turishni tugataylik, ketamiz. Siz bilan kamroq ko'rishguncha opam bilib qoladi. Bo'ldi, как раз. Sen bilan tugatmoqchi edim mana. Nima? Hazillashganim yo'q, mashinadan tushib ketgan. O'z bilganim shunaqa qilishingizni. Opam to'g'ri aytgan ekan. Opa, to'g'ri aytgan ekansiz. Iflos bola ekan. Senim men senga aytuvdim-ku, ko'rding? Bilmasam gapirmayman. Qayerdan bildingiz opa o'zi? Voy, Bilaman. kamerami? Hali kuzatib yuribsizmi meni opa?